aziz qavmlar, margdan hech kimning chorasi yo'qdir. Xalos bo'lsa, qocha olsa, qutulsa, hech kimni, valavki har kim ham bo'lsin, podshoh bo'lsin, vazir bo'lsin, faqir bo'lsin, boy bo'lsin, javon bo'lsin, doktor bo'lsin, har kimiki bo'lsin, fa innahu mulaqikum. Alloh aytadi, marg sizlarni muloqot qiladi. Va har surat, aziz qavmlar, bizlar marglardan ibrat olsak. Bizlar qabristonga keldik, qabristondan ibrat olsak. Qabriston bozori ibratdir. Qabriston bozori tafakkurdir. Qabriston bozori nasihatdir. Aziz qavmlar, bir boqqa borsa, jebi xoli ketmaydi. Kissasini to'ldirib ketadi. Qavmi aziz, qabristonga keldingizlar, kissalaringizni ibratdan to'ldirib ketdingizlar. Qissalaringizni jebilaringizni tafakkurdan to'ldirib ketdingizlar. Kissalaringizni nasihatlardan to'ldirib ketdingizlar, qavmi aziz. Murdani zindani ustiga 3 haqqi bor. Bir haqqi adoi janoza. Alhamdulillah bizlar janozani ado qildik. Ikkilamchi haqqi dafni xok. Mana alhamdulillah marhum doktor Soyibni hokam topshirdik. Uchlamchi haqqi nimada? Talab mag'firat. Har kim marhum doktor Soyibni do'st ko'radi, haqqiga duoyi mag'firat qilsin. Duoyi mag'firat qilsin. Payg'ambar alayhisolatu vassalam aytadilar: "Istagfiru li akhikum fa innahu al'on yus'al." Muborak aytadilar, sizlar inog'alaringizga talab mag'firat qilingizlar. Bundoq duo qilingizlarki, ya Alloh, marhum doktorni gunohi kabira va sag'irasini maaf qilgin. Fa innahu al'on yus'al. Bizlarni shu yerdan harakat qildi. Ikki farishta banomi munkar va nakir kelib bunda so'raydi. Mayitdan so'raydi. Man robbuka va ma dinuka va man nabiyuka. Agar banda, murda, mayyit dunyoga ahlullohdir. Dunyoga Xudoga bandagilik qilibdi. Javob berishlik osondir. Man robbuka aytadi, Rabbim Alloh jalla jaloluhu va ma dinuka, dini islom. Va man nabiyuka, nabiyim payg'ambar oxiriz zamon deydi. Ko'pala vaqtlaringizni olmayman. Aziz qavmlar, hamma mardum non, choy ishkanoqda suvsagan ham bor, oshqogan ham bordi. Faqat doktor Soyibni haqqiga duo qilingizlar. Voqean meni kelganim 4 yil bo'ldi shularni masjidiga. Voqean doktor Soyib bir odam shikast edi. Shuncha orgo va borgo bilan bir odami shikasta, bir odami mutavozi, bir odami furutan, bir shunda bir g'arib zindagilik qiladi. Bir odami mehribon edi. Doktor Soyib bir odami mehribon edi. Bir odami bonamoz. Voqean bir odami xudojo'y edi. Ana ola ki Alloh mutol bizlarni ajribizdan ku oldi. Bizlarni qo'limizdan boshqa gap kelmaydi. Bizlar duo qilamizki, Alloh mutol tamomi ahli quburni mag'firat qilsin. Tamomi ahli quburni mag'firat qilsin. Gunohoy kabira va sag'iralarini maaf qilsin. Xudoy mutol xususan doktor Soyibni Alloh mutol savol munkar nakirga Alloh mutol tillarini joriy oson aynaltirsin. Alloh mutol doktor Soyibni gunohoy kabira va sag'iralarini duo qilingizlar, maaf qilsin. Allohumma ighfir lahu warham lahu va tajawaz an sayyiatihi. Ya Alloh, marhum doktor Soyibni mag'firat qilgin, o'zing rahim qilgin, o'zing gunohlaridan o'tgin. Diga boshqa ziyod ko'p vaqtlaringizni olmayman, qavmi aziz. Alloh mutaol hamma bizga tavfiq bersin. Alloh mutaol bizlarga tavfiq bersinki, bizlar qabristonga kelib qabristondan ibrat olaylik. Qabristonga keldik, nasihatlarni olib ketaylik. Qabristonga keldik, bizlar fandlarga quloq solaylik. Ki baxotiri buning uchunki mana bizlar doktor Soyibni keltirib qo'ydik.
erta yana shu keyinga qolganlar bizlarni ketirib yana shu yoqqa. Bu navbat. Hech kim dunyoga kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Har nafs chashanday marg. Fa innahu mulaqikum walau kuntum fi burujin mushayyada. Agarchi ko'hay mahkamga bo'lsa ham Azroil tutib oladi. Azroil topib oladi. Vaqt to'ldi, gap xatmda. Qaramaysan, vazirsan, podshosan, yo boshqasan, javonsan, xotining beva qoladi. O'g'laring, qizing yatim qoladi. Bu gap emas. Vaqt to'ldi. Fa idza ja'a ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Murod as-soat vaqt to'ldi. Bir soniya. Ne ilgar, ne keyin bas xolos.